Dangasa ayollarimiz uchun uy sharoitida ham yuzni yoshartiradigan, ham organizmni yoshartiradigan mahsulot va maskani hozir ko'rsataman. Bizga spirulin tabletkasi kerak bo'ladi. Spirulin tabletkasi buni maydalanganini olsangiz ham bo'ladi yoki o'zingiz buni maydalab olasiz. Va glina kerak bo'ladi. Bilasizlar, glina hamma joyda, aptekalarda ham, bozorlarda ham bor narsa va oddiy romashkali suv yokida oddiy suv ham bizga bo'ladi. Mana biz spirulin bilan glinani aralashtirib oldim. Bunga romashkali suvimizdan ozgina qo'shamiz. Tayyor smetana holatiga kelgunigacha. Mana spirulin va glina и romashkali suvi yaxshilab mana smetana holatiga keltirdik. Buni har haftada bir marta bemalol toza yuzingizga, o'sha bo'yinga ham, qo'lga ham, xohlagan joylarga terini yoshartirish uchun va oziqlantirish uchun yaxshi teriga suriladi va yarim soat qo'yiladi. Yarim soatdan keyin bemalol yuvib tashlasangiz bo'ladi. Mana hozir sizlarga pastda o'zim qilgan va hamma chet ellik aktrisalar ham, blogerlar ham qilgan videolarini qo'ydik. Sizlar yarim soatdan keyin buni yuvib tashlab, bemalol namlantiradigan krem bilan oziqlantirib uxlasanglar bo'ladi.